Assalomu alaykum barchaga. Biz o'tgan dars kosinuslar teoremasini ko'rsatgandik. Bugun sinuslar teoremasini qo'llanishni ko'rsatamiz. Sizlarga manfaatli bo'ladi deb umidamiz. Hop. Bizga berilgan ixtiyoriy aylana, shu aylanani ichida uchburchak chizishimiz kerak. Hop. Mana shu aylanani ichiga uchburchak chizadigan bo'lsak, ixtiyoriy uchburchaklar mana shu aylanani markazi mana shu nuqtada tasavvurlaymiz. Aylanani markazidan aylanaga bo'lgan masofa bilamizki radiusga teng. Aylanani markazidan aylanaga bo'lgan masofa radiusga teng. Mana bu burchak alfa bo'lsa, mana shu burchakni 2 marta katta bo'ladi. Bu 2 ta alfaga teng. Hop. Mana bu taraf radius. Mana bu taraf radius. Radiuslidan birlik teng yoki burchakga. Teng yoki burchakga balandlik bissektor esa mediana hammasini bir xil tushadi. Shuni hisobida mana bu balandlik perpendikulyar chiqdi va mana shu tomon s deb olsak, s taqsim 2 va s taqsim 2 degan bo'lajak bo'ladi. Teng bo'ladi. Hop. Mana bu taraf 2 alfa va alfa bo'lib qoldi. Burchaklar tenglikka bo'ladi, teng yo'lda bo'lgani uchun. Hop. Mana bu tepadagi mana shu to'g'ri burchak deb qarshisidagini gipotenuzaga nisbati sinus alfani beradi yozamiz. Sinus alfa, mana bu alfa qarshisidagi s taqsim 2 gipotenuza radiusga teng. Hop, xuddi mana bu taraf alfa deb mana shunday qilib oladigan bo'lsam, bu taraf tasavvurda sinus beta. Sinus beta ham mana bu tomoni a bo'lsa, mana bu tomoni b bo'lsa, a taqsim 2 radiusga teng bo'ladi. Sinus phi bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchak sinus phi ham b taqsim 2 radiusga teng bo'ladi. Hop. Buni soddalashtirib yozadigan bo'lsam, 2 pastga tushib ketadi, 2 pastga hammasiga. 2 pastga tushsa, s taqsim 2 ta radius, a taqsim 2 ta radius, b taqsim 2 ta radius. Barcha berilganlarda radius topamiz. Mana bu tarafda radius topamiz. Radius teng s taqsim 2 nima o'tkazib qo'ydim? 2 ta radius teng s taqsim bo'lib ko'paytirib bo'lib chiqadi. Sinus alfa 2 ta radius teng a taqsim sinus betaga. 2 ta radius teng b taqsim sinus phiga. 2 ta radius hammasi bir-biriga teng bo'lgan uchun tenglayoladi mana shu. Tenglayoladigan bo'lsa s taqsim sinus alfa a taqsim sinus beta b taqsim sinus phi teng bo'layotgan 2 ta radiusga. Mana bu sinuslar teoremasini isboti. Xo'p, yana qanaqadir formula isboti kimyoviy qiziq bo'lsa, izohlarda yozib olsangiz, qo'limizdan kelgancha o'sha siz aytgan formulani isbotini qilishga harakat qilamiz.